Ichki ishlar organlari kasbiy madaniyat qoidalari to'g'risida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Xodimlar kasbiy madaniyat qoidalarini quyidagi asosiy talablarga rioya etishga majbur ekanligi belgilangan ushbu kodeks bilan, jumladan xodimlar fuqarolar bilan muloqot qilishda xushmuomala, kamtar va bosiq, ularning iqtisodiy ahvoli, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar bir xil munosabatda bo'lishi, shuningdek fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarga qonuniy, o'z vaqtida va xolis javob berishi, ichki ishlar organlari obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi nojo'ya xatti-harakatlar sodir etishdan tiyilishi, o'z xizmat majburiyatlarini bajarayotganda fuqarolar va boshqa shaxslarni kamsitmasligi, ularning huquq va erkinliklarini hamda qonuniy manfaatlarini hurmat qilishi, guruhbozlik, mahalliychilik, tanish-bilishchilikka yo'l qo'ymasligi, ichki ishlar organlari faoliyati to'g'risidagi jamoatchilikka xabardor qilishda rasmiy ommaviy axborot vositalari vakillariga hurmat bilan munosabatda bo'lish va ularning ishonchli ma'lumotlarni olishiga ko'maklashishi, o'z xizmat vazifalarini vijdonan, halol va professional darajada bajarib, rasmiyatchilik, byurokratizmdan uzoqlashish choralarini ko'rishi belgilab o'tilgan.